Al, barchaga assalomu alaykum og'aylar. Bugun biz sizlar uchun Li avtosalonida Toshkentga kelib turibmiz. Bu yerda Li mashinalarini teslib olgan so'rovlarning barlig'ini berib, bunaqa kreditga sizlarni qiziqtirgan so'rovlarning barlig'ini bugun javob oladigan bo'lamiz, xudo xohlasa shu videoda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Harman. Shukur aka. Xursandmiz sizlarni ko'rganimizdan. Bizlar Li uchun Qoraqalpog'istondan 1200 kilometr bosib kelib turibmiz. Xalqqa normal video silib berdik. Chotki kontent bo'lsin, baholarin. Umuman sizlarda qanday plyuslar bor, barlig'ini bizga yetkazib bering qo'ldan kelgancha. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Birinchi videomizda adresdan bossak, qayer topib kela olsin odamlar? Biz hozir Toshkentdamiz, Sergelida. O'zgarish bosqichidan tushib kelganimizda Karmashkada 10 qo'lda joylashgan avtosalonimiz. Eski Draysolovich avtosaloni to'g'risida. Aha. Yo'ldan bo'yi. Ha. Mabodo video tagida lokatsiyasini tashlab qo'yamiz, silkasini qoldiramiz. Telefon nomerlarini barini qo'yamiz. Ha, xudo xolasa. Ishga kirib mashinalarni asosan bir mer tanishtirib. Eng to'mendan boshlab, aslida jo'g'roqqa ketamiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Li 6 mi? Eng to'men, eng arzoni. Eng arzondan boshlaydigan bo'lsak, L6 modelimizdan boshlaymiz. L6 Pro modelimiz. L6 Pro. Buda necha komplektatsiya bor? Ham sizlarda necha komplektatsiya bo'ladi aka, qarang. 3 turli komplektatsiya bo'ladi. Pro Max versiyasi bo'ladi. Eng hadovoy hozir Pro bo'lib turibdi. Pro. Chunki aslida farqi xolodilnik bilan akustika sistemasida, ya'ni kolonkasida boshqa unchaqa farqlari yo'q. Bemalol o'tirib ko'rsangiz bo'ladi aka. Baholar qanday? Samay qiziq jeri. Narxi 578 million 900 ming so'm. Chiroyli bonuslarimiz bor. I plus 3 yil garantiya master akkauntlari ichida. Bu ofitsialniy, o'zlari ofitsialniy, ha, bizlarniki ofitsialniy dilerimiz, o'zimizning ikkita servisimiz bor. Buni lokatsiyasini qoldiramiz, xudo xolasa. Ko'ringlar mashinani. Ranglarida tovlaveradimi? Любой rang, necha turli rang. Ranglarni anita palitramiz bor aka, bemalol ko'rsak bo'ladi. Ko'ring, ko'rsak. Bez probeg bo'ladi, bu bari. 0 yangi hammasi, yangi mashina bo'ladi. 25-yil, xudo xolasa 26-yil mashinalar mart oxirlariga kelish mo'ljallanyapti. Bu Lila Yevro standart bo'yicha yuradi. O'shanga yilni o'rtasidan chiqadi mashina. Bu ne? Kreditga qanday bo'ladi? Или sizlarda qanday yengilliklar bor? Leasing или bizda hozir именно Li 6 modelimizga bunisiga рассрочка bor. 3 oydan 6 oyga chiqib beramiz mashinani 50% bersangiz. Foizsiz. Foizsiz, ya'ni 50% bersangiz 3 oydan 6 oygacha o'zini pulini qilib berasizlar. Kreditga bo'lganda? Kreditga bo'lsa boshlanish to'lovi 40% dan boshlanadi, qolgani 1 yildan 5 yilgacha. Summada qancha bo'ladi? 40%? 40% taxminiy 21 ming dollarlar chiqadi hamma расходlari bilan. Где-то 260-270. Bizga Qoraqalpoqda ko'pincha so'mini aytiladi axir. Shunaqa 260 millionlar chiqadi aka, plus minus. Bu Li 6. Bunisi Li 6 Maximiz. Do restyling pozitsiyasi. Do restyling. Ha. Bunisiga рассрочка bor. Xohlasangiz Li 9 ga ham 3 oydan 6 oygacha рассрочка qilib beramiz. Unda ham xuddi shunaqa 50% boshlanish to'lov, qolgani 3 oydan 6 oygacha. Gibrid bu. Bu gibrid 1.5 turbo dvigatel bor. Mashinada общий 3 ta motor bo'ladi. Mashina 4 ta ведущий, bitta elektromotor, oldida bitta elektromotor, orqada bo'ladi. 1.5 turbo dvigatel mashinani zaryadka qiladi faqat. Ballonga ulanmagan. Pnevma bo'lmaydi-da buda. Ha, bularda pnevma bo'lmaydi. O'sha xalqqa xizmat qiladigani shu o'zi. Haydaytmaydi. Pnevmali, boshqasi u ozgina qiynab qo'yadi, ketib qolishi mumkin. O'shanga eng yaxshisi shu. Sportivniy podveska, mana grechashka turadi bularda. Bu zapas xod 1390 aka. 0-100. 0 dan 100 gacha 5.2 sekund razgon. Faktически 5.6 lar desa ham bo'ladi. Любой komplektatsiya shunday-ya. Shunaqa, Pro bilan Max shunaqa. Ot kuchi bir xil, faqat komfortida ozgina farqi bor o'sha xolodilnik kolonkasida. Bo'lgan-ya, boshqa farqi yo'q. Nima? Abagrev, abduf, oldi sideniyasida masajlari bor. Oldi ikkita sideniyasida masaj bor. Abduf, abagrev 4 ta sideniyada. Ortada bor-ya. Xuddi shunaqa. 5-6 o'rindiqmi qanday? Bu 5 o'rindiqda, mana orqasidan qo'shib bo'ladi. Kichkina emas, katta odamlar bemalol sig'averadi. Bu yoqda regulirovka qanday ekan-a? Stegovotgan-a? Regulirovka sideniya bor. Salonda Trassada shashab ketdinganda. Shunaqa. Arzon materiallar ishlatilmagan aka salonda. Nappa koja. Nomiga kir bo'ladigan bo'lsa ham oddiy latta darsiz ketaveradi. И потом bizlar полный экономичный va bizlarda nima? Gibrid bo'lganda propan qo'yga bo'ladimi bularga? Endi propan qo'ysa bo'ladi-yu, garansiyadan chiqadi-da aka. Chiqib ketadi. Ha, garansiyadan chiqadi. O'zi eng tinchi benzin quyib yurgan yaxshi. Benzin. Yaxshi benzin quyib yursanglar, gibrid rejimda o'zi gibrid rejim bor. 4 ta 5 ta расход qiladi. Unaqa qimmatga tushmaysiz. O'sha eng yaxshisi. Kemida 92, 95, 95 yaxshisini qo'yish kerak. 92 kerak emas. 92 bo'lmaydi. Bular motor chunki turbinali-da. O'shanga sal kaprizliroq bo'ladi, lekin yaxshi benzin quyib yursangiz, ekonomичный bo'ladi baribir. 360 sira bo'ladi.
head up display. Shunaqa avtoparkovka, avtopilot, 360 gradus kameralari, hamma narsalari bor. 7 dan farqi yo'q, почти. 7 bilan 9 dan farqi yo'q. Farqi o'sha pnevmasi bilan davochik. Yana bitta ikkita mayda-chuyda detallari bor, o'shanisida. Eng zo'r xizmat qiladigani 6sida aka. Ranglarda necha qo'ya? Nechta turli rang bor buda? Rangida mana bu yerda palitramiz bor, ko'rsak bo'ladi aka, yuring. Bu Lining barlig'ida usul ranglari bo'ladimi или Shunaqa, oltida bor ranglardan keladigan bo'lsa, mokra asfalt bor, yashil bor, silver bor, qora bor. Yo'ndaqa yangicha rangimiz bor. Elegant gray degan. Mana shunda do'potsa rang bo'ladi, rangiga 9 million qo'shiladi. Salon ranglari mana hammasidan bor. Qora, oranjoviy, oq, kofe salon. skidka deyapsiz, qanday skidkalar bor? Chegirmalar bor. Bizda hozircha chegirmalar yo'q, o'sha рассрочка bera olamiz. И plus bonus sifatida mashinani oldi zona riskasiga 1 million qilib beramiz. O'zlaringizdan, O'zimizdan. Dastlabki qarorpaqtangiz ko'ryaptimi, misol uchun odamlar alamiz deyaptilar. Muammo yo'q, qilib beramiz. Dastlabki bor ya? Qilib beramiz, o'zimiz qilib beramiz. U sanasida ustiga qo'shilib, ne bo'lmaymi? Yo'q, xudo xohlasa unaqa. O'zing sanasini o'zing dastlabki qilib berasiz. Shunaqa. 0 probekga boradi qarorpaqstanga deydi. Ha, shunaqa. Evakuator. Ayda parlament deganim bor. Yo'q. Bir ayda parlament deb aytadi. Evakuatorda olib beramiz. L6, LJT, LJT. 8, 9 qandaylar bor? Hozir bizda endi наличида bori L6, L9, L7miz qolmadi. И ay versiyamiz bor, xolos bitta ay versiyani ko'ramiz. Toza nima deymanda, u L6larni ko'rib, ularni ko'chada ko'rmadik-da biz uncha ko'p. Bular yangi chiqqan model, yangi производство, полностью электрический bular ham. Gibrid emas. Gibrid emas, полный tok yuradi. Именно i6 modelimiz eng oxirgi chiqqani. Yangisi. 7 ni alternativasi desa ham bo'ladi. Nega? 7 da bor, hamma komforti bor mashinada. Pnevma. Pnevma подвеска двухкамерный, davochik eshik bor. Oldi sideniyada massaj Abduf Abagrev, 4 sideniyada Abduf Abagrev bor, orqada massaj yo'q. Atta massaj. Katta monitor, xolodilnik, hamma narsamiz bor. 21 ta platinum sistema, premium klass kolonkasi bor. Mana zapas xod 720 km aka. Bir zapravkami 700 km yuradi. Shunaqa. И плюс bularda 5 razion bor, ya'ni 10 minutda 500 km yetadigan zaryadga qilib oladi. Yig'ib oladi o'ziga, bыстрый zaryadga. Ko'pchilik aytadi, misol uchun 7 soat 700 km yuradi degan men 500 km yuradi deydi, taqib deydi. Shunaqa, endi bizda qanaqa testdan o'tma bu mashlar. Testdan o'tkazdik, qanaqa biz klientimizdan otziv oldik. 720, 635 yurgan ekanlar. O'zlari. Endi konditsioner qo'sib, o'sha полный hamma funksiyalari, monitorlari, xolodilniklari ishlaganda 635 km yurgan ekanlar. Grubo 550 gacha tushishi mumkin. 550 ga deydi. Buning bahasi? Buni bahosi 600 milliondan 691 milliongacha. Komplektatsiyaga balansi. Komplektatsiyasiga qarama. Endi bularda Pro Max Ultra versiyasi yo'q. Bularda top opsiya, ya'ni balon diametri, kuzov rangi, bular o'zi bazaviy esa orqa balon tortadigan bo'lib keladi-da. Buni полный приводлigi ham bor, orqa balon tortadigani ham bor. O'shanisiga qarab ham narxi o'zgaradi. i8 sotildi deydi. Bunisi полностью электрический, 4 ta balon tortadi. 98 kW batareyka, zapas xod 720. Buniki ham shunaqa, faktически 600-635 yurasiz. Barinde lider bor ekan. Shunaqa, avtopilot, avtoparkovkasi, interaktivniy kruz kontrol, hamma narsasi bor. Salonni bitta ko'rsanglar. Zamonaviy mashinada qanday funksiya bo'lishi kerak bo'lsa, barlig'i bor. Hamma narsasi bor, ha. 21 ta kolonkasi bor aka. Salon kombinirованный, yangicha, markolniy, ya'ni sabzrang yangicha kombinatsiya qilingan. Buni klientlar misol uchun men salon nazar qora rang deb bo'lsin desa, bunday zakaz olib bera olasizmi? Ha, bizning o'zimizning konfiguratorimiz bor, o'shanga qarab zakaz olib kelib beramiz. Qancha vaqtda keladi zakaz yetganda? 45-60 kunda. 2 oyda asib ketsa, uzog'imdan, plus minus shunaqa. 4 ta sideniyasida massaj, Abduf Abagrev, kapitanskiy sideniyalari, davochiklari bor. 3-qatorlari ham keng. Kapitanskiy sideniyakina. Ha, kapitanskiy sideniyalari bor. 9 alternativasi 9 dan arzon ekan bu. Massaj bu yoqda da bormi? Bor. Zo'r ekan-a. Sharchatmaydi deysiz-da. Shunaqa. Aha. Ko'ring, bagaj ko'rmadi bumi. Deb boshlamayman. Kalit oldimizda bo'lishi kerak. Sideniyasi 3-qator ham kichkina emas, katta. Bu dasmandek odam ham bemalol sig'averadi. Ikkita odam bemalol sig'adi. Siqilib qolishmaydi. Bagaj yotqizadigan bo'lsa, bagajlik katta bo'ladi. Aha. Pnevma подвеска двухкамерный mashinani ko'tarib bo'laveradi. Elektripривод, mashinada ruchnoy qo'lda qilinadigan почти hech narsa yo'q, hammasi knopkada. Odam komfort uchun hamma narsa qilingan. Al paydo kerak deysiz. Shunaqa.
Жабайық кнопка менен кийине жабам. Мына машина көзгө башкача кандай. Bu Li Menge avtomobili hozir minivan desa ham bo'ladi, mikroavtobus. Yuqori sifatga ega va komfort jihatidan hali adashmasam buni konkurenti yo'q. Juda ham komfort kuchli. Suluv ko'rinayotgan hatto. Ikkita katta kapitanskiy sijeniya, ikkinchi qatorda 7 kishilik avtomobilda bu. Televizor, Katta televizor bor, xolodilnik bor. Masaj, abduf abagrev sijeniyalari aylanadi. knopkasi ko'p. Былай qaray aylanaman. Mana bu yoqqa Keling, salonni ham bitta ko'rsataylik. ko'rsating, ha? Suluv salon. Yangi kafening o'zimizning salon bilan kombinirованный qilingan. Zapas xod bunda ham 720, 102 kilovat batareyka, 720, fakt 600 ta yursa kerak. И потом және бір сұрау, hozir elektrichkalarda yo'mkis түсіп ketadi degan bir xalqning arasida so'z bor-da. Endi u yo'mkischi mashina to'g'ri ekspluatatsiya qilinsa tushib ketmaydi. Оны алып жатқан адамға өзіңіз түсіндіресіз ғой, мынандай қылбайды, андай. Tushuntirib Мысалы beramiz. үшін iPhone'larda бар ғой, 5%-тен түскеннен кейін қою керек, 95%-те алу керек деген зат. Бұларда да бар ма сондай? To'g'ri, yo'q, endi bularda qanaqa постоянно быстрый zaryadga qo'yaversangiz, endi любой mashina yo'mkis tushadi baribir. Bыстрый зарядка ko'chada, ya. Tez zaryadga qo'yiladigan bo'lsa. O'zini 7 kilovatlik zaryadkasi bor, o'shani qo'yib yuriladigan bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Uyda neде qo'ygan qo'ysa. Shunaqa. Qancha vaqtda to'ladi? Заряд uyda, домашний. Bu endi uyda 5 soat to'lsa kerak bu. 5 soatda to'ladi. 5 soat, 5 soatdan 6 soat. 5 soat qo'yasiz, 700 kilometr. Batareykasi katta-da, buni o'sha hisobiga ko'proq vaqt oladi zaryadkaga. Bularniki tezroq to'ladi, bularniki 5 soat ichida to'lib boradi. Bu 5-6 soat ketib qolishi mumkin megaga. Bu yoqda nelar bor ekan, жаңағы o'tirатын klientlar uchun удобстволар bor ekan, ko'rsating-da ulardan. Yuring ko'rsatamiz aka. Bu yoqda ikkinchi etaj. Bu bizani bosh yo'l o'tiradigan joy. Klientlarimiz mana shu yerda bemalol o'tirishadi. Переговорlarni, kelishuvlarni shu yerda qilamiz. Issiq kofe qilib berib yoki choy qilib berib kelishaveramiz hammasini. Tushuntirasiz. Qanaqa удобный bo'lsa. Hamma Sizlarning sharoitlarimiz endi bor. videoni jumaqlamasdan burun Qoraqalpog'istondan kelgan jelilerimiz uchun o'zingizning bir aytатын fikrlaringiz yoki so'zlaringiz bo'lsa, bemalol kameraga aytsangiz bo'ladi. Bemalol kelaversin, xudo xolisa chiroyli qilib beramiz mashinalarni. Qo'ldan kelgancha agar sizni kanalingizdan kelsa, qanaqadir chiroyli bonuslar ham qilib beramiz, xudo xolisa. Обязательно quruq so'zda emas, amalda. Yo'q, amalda qilamiz, kelaversin, cho'tga qilib beramiz. Endi barliq mashinalar uchun, tushunmagan so'rovlar uchun balkim biz videoda bir zatlarni ayta olmay qolganchamiz. So'rab sizlardan elida aniq-tiniq so'rov uchun telefon nomeri aytsangiz. Bizni keling, men sizga hozir aniq ko'rsataman, priceimizni ko'rsataman. O'shalar bilan telefon call centerimiz nomeri bor, o'shanga telefon ko'rsatsa bo'lishadi. Mana shuni o'zi bitta ko'rsatasiz. Deb kameraga deb screenshot etib oladi, ko'ryapmanlar. Telefon nomeri barlig'i bor mana shunda. Shunaqa, mashinalar narxlari, telefon nomerimiz qoldirilgan. Bemalol kelaverishadi, xudo xolisa chiroyli qilib beramiz hammasini. Bo'ldi. Alloh yo'lsa rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xohlasa bizga da kelib mashinaga kelganingizlar. Sog' bo'ling, charchamang. Bo'ladi, sog' bo'ling og'aylar. Ko'rdingiz, barliq ma'lumotlarni aytib, tushunmagan joyingiz bo'lsa, жаңа mынаған telefon nomerlariga baylanishib, qiziqtirgan savollaringizni bersangiz bo'ladi. Bu yerda meni hayron qoldirgan narsa, bu yerda dastavka bor ekan. Dastavka bo'lganda da mashina haydab bormaydi, ya'ni evakuatorga solinadi. Mashina sizning uyingizga deyin 0 probekga boradi. Ақшасын төлесеңіз bo'ldi. Ne qilamiz? Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Video yoqgan bo'lsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hurmat bilan Bahrom Sarsanboyev.